Bahodir aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka tuzumsiz? Rahmat. Bitta savol bor edi. Hop, Diqqat bilan eshiting faqat. hop. Erta kecha bo'lib, bugun dushanba bo'lsa, bugun kun nima? Yana boshqatdan qaytadi. Erta kecha bo'lib, bugun dushanba bo'lsa, bugun kun nima? Yakshanba. Rahmat. Hasan aka. Savolni eshitdingizmi? Erta kecha bo'lib, bugun dushanba bo'lsa, bugun kun nima? Shanba-da. Seshanba. Joningiz sog' bo'lsin. Baraka topinglar, topinglar javobini. Juda oddiy-ku. Shuncha berilgan javoblarning ichida to'g'ri javob bor edi.